Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan og'zingizda mazasi qoladigan antiqa yegulik tayyorlaymiz. Birinchi sutimizni olib, isitib, tuz, shakar, tuxum oqi, dro'jja solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Ustiga ozgina un solib aralashtirib, kalliq sariyog'lardan eritib solamiz. Bir xil massa bo'lgandan keyin qolgan unlarimizni ham solib, yumshoqqina xamir tayyorlab olamiz. Xamirni oshirishga qo'yib, kallexni toza sariyog'idan solib, tovuq go'shtlarimizni solib, yaxshilab qovuramiz. Ustiga piyoz, bolgarskiy, tomat, qizilcha, kashniy urug'i solib, yaxshilab qovuramiz. Juda ham chiroyli tillarang bo'lgandan keyin tuz solib, olovini o'chirib, sovutishga olib qo'yamiz. Bu orada xamirimiz ham oshib chiqdi. Xamirimizni 8 bo'lakka bo'lib olamiz. Xamirlarni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib yoyib, ichiga qiymasidan solib, yaxshilab yopishtirib chiqamiz. Tugilgan xamirlarni listga joylab, ozgina ustini tekislab, pichoq yordamida kesib, oralarini xuddi shunaqa ochib chiqamiz hamda tindirishga yana qo'yib qo'yamiz. Bu orada pomidorni kubik shaklda to'g'rab, mozzarella kalliq sirlarini ham qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Ishib chiqqan pidelarimizni tuxum surib, ustiga pomidor solib, duxovkaga jo'natamiz. Tillarang bo'lib chiqqandan keyin ustiga sir sepib, yana 10 minutga duxovkaga qo'yib olamiz. Juda ham mazali, yumshoqqina, og'zingizda mazasi qoladigan ajoyib yeguligimiz tayyor. Yoqimli ishtaha.